Blog yurg'izaman deb oldin kichkina makiyaj qilib olib, keyin ro'mol taqib, unga to'nog'ich qidirib, keyin shtativ postavkani u yoqdan bu yoqqa ko'tarib yurish o'z blogini yuritayotgan qizlarimizga omad. Kichkina o'g'lim tuqqanimdan keyin kelib turgan zakazlarimni ham to'xtatib turgandim. Chunki emizikli bolam va qiyin depressiyalar meni anchagina qiynab qo'ygandi. Shuning uchun mijozlar keti uzilib kelmay qo'ydi. Avvallari qo'limga tegmay, zakazlar bilan anchagina daromad qilardim. Ko'chaga chiqib ishlashimga esa xo'jayinim ruxsat bermaydilar. Ishlashni xayolimga ham keltirma deb qat'iyan shartlarini qo'yganlar. Uyda o'zim blog yuritaman deb harakatni boshlagandim. Anchagina mehnat qildim. Auditoriyam katta bo'lishiga, chunki o'zim ham qiziqardim. Video olib, lifestyle bloglar qilishga, har kungi ishlarim, ya'ni kim uborkalarim va osh-ovqatlarim, bolalarimning tarbiyasi, ularni parvarishlashim, shunga o'xshash videolar meni qiziqtirardi. Ancha oldin boshlagan bo'lsam ham, lekin umidimni uzmayman. Sabr va kurashda, mehnatda davom etaman. Va meni auditoriyam kengayib, o'zimga o'xshagan oddiy insonlar va meni blogimga qiziqadigan, meni ishlarimga, tikish-bichishlarimga, oilam va farzandlarimga qiziqib, meni qo'llab-quvvatlaydigan shunaqa kuchli auditoriya kelishiga ishonaman. Oz bo'lsa ham meni qo'llab-quvvatlab turgan qizlarimizga kattadan katta rahmatlar aytaman. Sizlarning sharofatinglar bilan ancha rag'batlandim. Mana shunaqa ajoyib videolar yaratdim.